بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Alloh taolo iymon keltirganlarga buyruq qilib aytdiki, ey iymon keltirganlar, aqdlarga vafo qilinglar. Ma'lumki, Qur'onda agar ey iymon keltirganlar desa, bu erkaklar lafzi bilan aytilganligiga qaramasdan, ayollar ham shu ma'no ostiga kiradi. Al-aslu ma thabata fi haqqi ar-rijal yathbutu fi haqqi an-nisa. Fiqhda bir qoida bor. Har qanday shar'iy ahkom agar erkaklar haqqida sobit bo'lsa, ayollar haqqida ham xuddi shu hukmlar sobit bo'ladi. Ba'zi bir o'rinlarda istisnolar bo'ladi xolos. Alloh taolo yuqoridagi oyatda ey iymon keltirganlar ahdlarga vafo qilinglar dedi. Demak, ayol ham, erkak ham o'rtada bajarilgan ahdlar bo'lsa, shunga vafo qilishligi kerak. Bu ahdlarning eng kattasi bir umrlik aqd, bu nikoh aqdi. Ya'ni aqd degani va'dalashuv, ahdlashuv degani. Boylanish degani. İnsanlar bir narsa sotganda, olganda sotuvchi, oluvchi degan bog'liqlik ular o'rtasini bog'lab turgan bo'lsa, nikoh aqdida er bilan xotin o'rtasini erlik va xotinlik degan narsa bog'lab turadi. Demak, aqdlarga vafo qilish deganda eng katta aqd nikoh aqdiga vafo qilish ham kiradi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi kitobida ham aytib qo'ygan. Va akhadna minkum mithaqan g'aliza. Ular sizlardan qattiq misoq olgan, qasam olgan degan. Nikoh aqdida erkak kishi ayolni nikohimga oldim deyishligini, ayol kishi yoki uning valisi shu erkakka nikohiga roziman deganligi, mana shuni Alloh taolo misaqun g'aliz deb nomlagan. Misaq, al-misoq deganimizdek bu qasam bilan va'dalashuv. Bu o'zi aslida yetar edi. Nikoh aqdi qay darajada ta'kidlik narsaligini bayoniga misoq deb nomlanganlik ham yetar edi. Lekin unga qo'shimcha ravishda Alloh taolo misaqni g'aliz dedi. G'aliz ya'ni qattiq degan. Qattiq aqd. Nikoh aqdi demak oddiy bir bozordagi savdo qilgan aqdchalik emas, og'ir aqd. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda inna ahaqqa shuruti degan. Inna ahaqqa shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Sizlar vafo qilishlaring kerak bo'lgan haqlarning eng haqlisi avratlar halollanayotganda qo'yilgan shartlar deganlar. Ya'niki nikoh paytida qo'yilgan shartlar degan. Oddiy oldi sotdi qilgandagi shartlar chalik emas bu. Aslida oddiy bir oldi sotdi qilish masalasida ahdga vafo qilmaslikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqlar sifatida zikr qilganlar. Ida ahada g'adar. Agar ahd bersa xiyonat qiladi degan. Mashhur munofiqlarning 3 sifatidan biri. Va ida tumina khana. Agar omonat berilsa xiyonat qiladi deganlar. Yoki ida haddasa kazab, yoki gapirsa yolg'on gapiradi deganlar. Yoki ida khosama fajar, tortishib qolsa chegaradan chiqib ketadi deganlar. Demak, mana shu munofiqlik haqida kelgan 3 yoki 4 sifat hammasi oilada ham topilishi mumkin. Gohida erkakda, gohida ayolda. Nega desa, chunki misaqun g'alizga vafo qilmaganligidan. Nikoh aqdi bu misaqun g'aliz deyildi. Shunga vafo qilmaslik to'rala munofiqlik sifatida insonda topilib qolishiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun
Erkakka ham, ayolga ham mana shu misaqun g'olizni ehtirom qilish vojib bo'ladi. Toki o'zi bilmagan holatda munofiq bo'lib qolmasin, kimgadir adovat qilaman deb. Er xotiniga, xotin eriga tish qayrayman deb munofiqlik haqida aytilgan 4 sifatning har biri gohida insonda topilib qoladi. Ida ahada g'adar degan narsa, ahd bersa xiyonat qiladi. Mana Alloh taolo nikohni misaqun g'oliz ahd deb nomladi. Endi ko'rasizki, bir inson uylanadi-da, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan taloq beraman deb turib oladi. Xiyonat qildi degani. Yoki bir ayol turmushga chiqadi, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan turib taloq olaman deb turib oladi. Bu ham xiyonat qildi degani. Misaqun g'olizga, ahdga, buzishlikka harakat qilib xiyonat qildi degan. Demak, insonda birinchi sifat topilib qoladi gohida. Ida tumina xona, unga omonat ishonib topshirilsa, unga ham xiyonat qilib qo'yadi deganlar. Ayol ham omonat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda xutba qilganlar. 100 minglagan inson sahobiylar to'dalangan xutba edi bu. 100 minglagan inson to'dalanganda eng muhim mavzular bayon qilinishi kerak edi. Hamma birdan xayoliga keladiki, demak bir aqidalar, katta bir tavhid, shunaqangi masalalarni gapirish kerak edi shu 100 ming odam to'dalanganda. To'g'ri. Lekin bu masalalar aslida go'yoki istidloldan behojat, ma'ruf bo'lgan masalalar. Lekin ko'pchilik o'tgan darsda aytganimizdek maxfiy qoladigan masalalar bor. Shulardan biri ana shu erkak ayol bir-birini bo'lgan muomalasi, huquqlari. Shuning uchun Rasululloh hajjatul vadoda 100 ming sahobiyning ichida gapirgan gaplari shu bo'lgan. Istausu bin nisa'i khayra. Ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Chunki sizlar ayollarni Allohning omonati bilan olgansizlar. Allohning omonati. Demak, ayolni omonat deb nomladi. Demak, bir ayolni inson nikohiga olgandan keyin bo'ldi, endi meniki bu, xohlaganimni qilaman degan gap, mana johilona fikr bu. Bizda odamlarning miyasida o'rnashib qolgan shu narsa, bo'ldi endi seniki deydi. Qanaqa qilib bir begona ayol mutlaq endi seniki bo'lib qoladi? Rasululloh hadisda aytgan gaplariga qarang. Innakum akhadtumuhunna, hop ularni oldinglar. Nima e'tibordan oldinglar? Ijaragami? Yo'q. Yoki mutlaq cho'rlik singari sotib oldinglarmi? Yo'q. Bi amanatillah, Allohning omonati bilan. Omonat haqqi nima? Omonatda qanaqa muomala qilinadi? Omonatda inson uni ishlatsa ma'ruf bilan ishlatadi. Omonatning hukmi shu. Ishlatsangiz ma'ruf bilan ishlatasizda, vaqti soati kelganda egasiga qaytarib berasiz. Ayolni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak omonat dedilar. Kim agar shunaqa qilmasdan ishlatsa, boshqacha bir foydalansa, tumina xona degan sifatga kirib qoladi. Omonat berilsa unga xiyonat qiladi degan sifatga kirib qoladi. Va idha haddasa kadhab deganliklarida esa gapirsa yolg'on gapiradi. Ya'ni nikohdan oldin bir-birlariga osmondek va'dalar berishadi. Erkak xotinga, xotin eriga. Lekin nikohdan keyin bular go'yoki xom hayoldek hammasi qolib ketadi. Idha haddasa kadhab degani bu gapirganda yolg'on gapiradi. Va idha khosama fajar degan nuqtani esa haddis fala haraj. Endi agar ikkalasi talashib qolsa, chegaradan chiqadi deganda bu 4-sifat, munofiqlik sifati oilaviy masalada hamma oilada topiladi. Buni endi chegarasi yo'q odamlarda. Agar nizo chiqib qolsa, fujurdan ham nariga o'tib ketiladi. Erkak o'zining xotini haqida hamma gapni gapiradi. Og'ziga kelgan yomonlikni gapirib yomonlaydi. Vaziyatdan o'zi toza bo'lib chiqib ketishlik uchun. Xotini ham xuddi shunday. Asli janjal nimadan chiqqan, undan qat'iy nazar hamma erni ko'rib yurgan yomonligini, ko'z ostiga olib qo'ygan yomonliklarini oqizmasdan, tomizmasdan gapirib beradi. Shu vaziyatdan chiqish uchun. Mana bu ida xosama fajar degani.
bu balolarning hammasining sababi yuqoridagi aqdni hurmat qilmaslik. Ya'ni Alloh taolo uni misaqun g'aliz deb nomladi. Bu nikoh ya'ni. Mana shu holatlarda ko'rgan insonlar keyin gohida erkaklar, gohida ayollar bu nikoh bir balodan boshqa narsa emas ekan deb o'ylaydi go'yoki. Faqat insonga g'am qayg'u olib kelar ekan. Keyin insonlar shunaqangi fikrni singdiradi ham. Masalan, yigitlarga aytishadi, sen hozir hursan deydi. Go'yoki uylansa qul bo'lib qoladi degandek. Yoki qizlarga ham aytishadiki, hozir sen ozodsan deydi. Go'yoki turmushga chiqsa u cho'ri bo'ladi degandek. Endi kimdir aytishi mumkin, haqiqatda shunday bo'lyapti hamda. To'g'ri, lekin bu insonlarning xatosi. Nikohni shunaqa deb tushuntirmaslik kerak insonlarga. Agar kimdir uylanib qul bo'lib qolgan bo'lsa, yoki turmushga chiqib cho'ri bo'lib qolgan bo'lsa, bu ularning xatosi. Shariatda berilgan bu ne'matning unaqa qilib tushuntirilishligini taqozo qilmaydi. Alloh taolo nikoh haqida nima degan? Va min ayatihi deb gapirgan. Ayat Allohning mo'jizasi, ne'mati degan ma'noni beradi. Aya ya'ni ne'ma degani. Allohning mo'jizaviy ne'mati, shunchaki ne'mat emas yoki shunchaki mo'jiza ham emas. Ne'mat bo'lgan mo'jizasi. Allohning shunaqangi ne'mat mo'jizalaridan biri an xalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma degan. Allohning shunaqangi mo'jizaviy ne'matlaridan biri shuki, sizlar xotirjam bo'lishlaring uchun, shu ayol bilan xotirjam bo'lishlaring uchun o'z nafslaringdan sizlarga juft yaratganligi degan. Demak, bu balo emas bu. Erkakka ham qulchilik degani emas. Xotinga ham cho'rilik degani emas. Agar unday bo'lganda Alloh taolo buni sizlarga ne'mat deb gapirishligi noo'rin bo'lib qolardi. Shuning uchun inson uylanayotganda agar bu hayot unga ne'mat bo'lishini xohlasa, Alloh oyatda va'da bergan ayat turkumida bo'lgan nikohdan bo'lishini xohlasa, uylanayotgan ayoliga min anfusikum degan e'tibordan qarash kerak. Bir ayolga uylanayotganda, har bir ayolda endi bu uylanib ko'raman, yashayman, bo'lmasa javobini beraman, ketaman degan narsa e'tibordan emas, min anfusikum, o'zingni bir juzing deyapti. Min anfusik degani shu nafsingni bir juzi. Masalan, inson o'zining bir qo'lini yoki oyog'ini shu qo'lim yoqmay qolsa tashlab ketaman demaydi-yu. Yoki har qanday fursat bo'lsa, iloji boricha shuni tezda kesib tashlashga tayyor bo'lib turmaydi-yu. Hozir insonlarda shunaqa, er xotindan, xotin eridan voz kechishi oson. Bu yoki bir qo'lini kerak emas unga. Arzimas unga bir shikast yetib qolsa, shu zahotini kesib olishga tayyor, to'g'rilashni harakatini qilmaydi. Mana bular nikohdagi maqsadni unutib qo'ygan. Alloh taolo nikohni qachon nikoh bo'ladi, qachon oyat bo'ladi, o'shanda aytganki min anfusikum degan, agar g'oyani tushunsa. Bu seni bir nafsingdan bir bo'lak. An xalaqalakum min anfusikum degan, o'zlaring nafslaringdan. Demak, shu g'oyani tushunib uylansa, bu xotindan voz kechishligi oson bo'lmaydi unga. Yoki shu g'oyani tushunib yerga tegsa, bu erkakdan voz kechish unga oson bo'lmaydi. An xalaqalakum, yana buni ham tushunish kerak. Xalaqa lakum laysa alaykum. Alloh erga xotin yaratgan bo'lsa, lakum bo'lish uchun yaratgan. Shuni sizga nikohingizga bergan bo'lsa, lakum ya'ni sizlarning foydalaring uchun. Alaykum emas, ziyon uchun emas. Yuqorida aytgandek, bu nikoh quruqqa tashvish olib keladi degan emas. Lakum hamma vaqtida faqat foyda olib keladi. An xalaqa lakum min anfusikum azwajan degan. Ayol tomon ham erni xuddi shunaqa tushunishlik kerak. Bu alayk emas, bu yoki seni boshingga kelib qolgan balo yoki quruq bir mas'uliyat emas bu. Lak. Seni foydangga kelgan narsa.
asli Alloh foydangga deb qo'ygandan keyin har qachon hayotda nizo chiqqan paytda shuning uchun to'xtab bir tadabbur qilib ko'rish kerak. Bu meni foydamga deyilgan edi. Nega ziyonimga o'xshab ko'rinyapti? degan narsani fikr qilish kerak. Aslida bugungi mavzu shuning uchun mana shu huquqlar haqida edi. Ya'ni xotinlik, nikoh degan narsa va bularni bir-birida bo'lgan ba'zi huquqlari. Oyatda qarasak, va xalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha degan. Sizlarga o'z nafslaringdan juft yaratdi, shu juftga sukunat hosil qilishlaring uchun. Litaskunu ilayha, ya'ni shu ayolga sukunat hosil qilishlaring uchun. Endi hozirgi hayotlarda, oilalardagi munosabatlarni qarang. Inson agar uyda bir muammo chiqsa, uydan sukunat topishlik o'rniga sukunatni ko'chadan izlab yuribdi. Aslida Alloh taolo nima degan? Ko'chada muammo chiqadi, uyda muammo chiqadi, insonlar bilan muammo chiqadi. Shu muammolarni hammasida inson shulardan xotirjam bo'lishlik, qutulishlik uchun aslida kimni yaratgan insonga? Alloh taolo o'sha juftini yaratgan. Litaskunu ilayha, o'sha juftga borib sukunat hosil qilinadi. Hamma g'amlar borib o'shanga aytilinadi. Unisi bunga aytadi, bunisi bunga aytadi. Endi nikohdan g'oyani tushunmaganlar hozirgi kunda biror muammo chiqsa, ko'chada bo'lsa ko'chada kelgan, lekin uydan bir muammo chiqsa, birinchi o'rinda bor ko'chaga aytilinadi. Erkak ham o'zining oshnasiga aytadi, ayol ham borib o'zining oshnasiga aytadi. Keyin ular nikohdan nega Alloh aytgan bizga va'da bergan g'oya chiqmayapti deb shikoyat qiladi. U nikohdan g'oya shuki, oyatning oxiri va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. O'rtalaringda mehr va muhabbat, rahmat qilgan. Bu nikohda eng oxirgi natijasi, g'oyasi. O'rtalaringda mehr, muhabbat degan g'oya paydo bo'lishligi uchun nikohda aytilgandek haqlarni ado qilish kerak. Ya'ni sukunat faqat er bilan xotin o'rtasidagina hosil bo'lish kerak, begona bilan emas. Litaskunu ilayha degan. Boshqalar aralashuvda emas. Ikkalasi o'rtasida sukunat bilan, ya'ni xotirjamlik bilan bu narsa hal bo'lishi kerak. Bu g'oyani uylangan erkak yoki turmushga chiqqan ayol his qilishligi uchun nikohdan oldin kuyov tanlashligida ham Allohning kitobidagi ishoralarga amal qilish kerak. Nega masalan hozir turmushga chiqqandan keyin yoki uylangandan keyin ko'p o'tmasdan janjal chiqadi? Go'yoki shu kutib turgandek nimadir bo'lishliginida shu narsa keyin chiqsa-da bir-biridan qutulgisi kelsa. Shu narsa ro'yobga chiqmasligi uchun Alloh taolo Shuayb alayhisalomning haligi qizining hikoyasida bizga bir ishora bergan. Kuyov tanlashda nimaga e'tibor qilish kerak? Bir ayolning gapini Alloh taolo Qur'onda hikoya qilib qo'ygan. Musa alayhisalomning, ya'ni xotini bo'lgan ayol shu Musa alayhisalomga turmushga chiqishdan oldingi gapi. Toki ayollarga va valiylarga ishora berib qo'ygan. Kimni kuyov qilib tanlash kerak? Shuayb alayhisalomning qizi borib otasiga aytgan so'ziki: "Ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin." Ey otam, uni ishga oling degan. Ya'ni Musa alayhisalom. Ishga oling deganda bu ayolni bu gapi ostida kuyov qiling degan ma'no bor edi. Shuning uchun ayol bu kinoya uslubida bu so'zni gapirganligini maqtab, Alloh taolo Qur'onda u ayolni hayot sifati bilan ziynatlab qo'ydi. Hajaathu ihdahuma tamshi ala istihya dedi.
hayo ustida yurib biri keldi dedi. Oyat davomida esa qolat inna abi yuridu an yajziyaka ajra ma saqaytalana. Otam bizga bu qo'ylarimizni sug'orib berganligingga mukofot berishni istayapti dedi. Mana shu oyatda vaqf qayerda bo'ladi? Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Biri hayo ustida yurib keldi. Shu yerda to'xtasa bo'ladimi? Yoki tamshi ala istihya'in qalat deb to'xtalinadimi? Ikkalasi ham joiz. Ya'ni hayo ustida yurib keldida, haligi ayol ya'ni uyalgandek bo'lib keldi. Musa alayhisolamning otasini oldiga chaqirgani. Bu ayolni xatti harakatidagi hayosi bo'lsa, endi bir boshqa bir vaqf uslubiga ko'ra esa alastihya in qalat inna abi yuridu an yajziyaka ajra ma saqaytalana. Hayo bilan aytdiki, otam bizga sug'orib berganligingga mukofotlamoqchi dedi. Bu ham ya'ni hayo bilan gapirishlik edi. Alastihya in qalat. Alastihya ya'ni qolatga bog'lanadi. Hayo ustida aytdi va xuddi shuningdek alastihyani yuqoriga bog'lasak hayo ustida keldi. Demak, xatti harakat, so'z hammasi hayo ustida bo'lgan. Demak, bu bir erkakka turmushga chiqishni xohlashligi yomon emas. Faqat mana shu hayo ustida bo'lishligi va hayo ustida aytishligi, firibgarlik bilan emas ya'ni. Va yana aytgan kinoya uslubida, otam senga mukofot bermoqchi degan. Senga nikohlab qo'ymoqchi demagan. Otam senga mukofot bermoqchi degan. Va otasini oldiga kelgandan keyin ham otasiga mukofot bering unga. Ya'ni bu mukofotki shuni nikohlab qo'ying meni shunga demagan. Istajirhu, shuni ijaraga oling degan. Demak, muammo mana bu ayol o'zi bir insonni topishligida yoki o'zi shu bir insonga turmushga chiqishni istashligida emas. Muammo mana shu narsalar hayosizlik bilan bo'lishligida. Va ishlarning eshigidan kelinmasligida. Mana bu ayol hozir xohishini, rag'batini hamma ishni o'zini eshigidan kelib qondirdi. Otasiga mana shu insonni tanlaganligidagi sabab nima deganligini ham tushuntirib qo'ydi. Nega aynan shu insonni tanlab keldi? Ya abati istajirhu inna, chunki degani. Ana bu illat deyiladi. Ya'ni sabab. Inna xayra man istajarta, siz xizmatga oladigan insonlarning eng yaxshisi al-qavi al-amin. Quvvatlik va ishonchli bo'lgan kishi dedi. Ana shu ikkita sifatni tushunmagan ko'p erkaklar, valilar, ya'ni qizinimi, singlisinimi, opasinimi turmushga bermoqchi bo'lib turgan insonlar. Ko'p ana shu ikki sifatni tushunmaganligidan aldanadi. Birinchi sifat inna man istajarta al-qawi degan. Al-qawi quvvat, bu dunyoviy ayolning xohishi degani. Ya'ni ayolning dunyodagi xohishi, rag'bati. Erkakdan ayol nima istaydi? Quvvat. Lekin shu yerda bu ayol aytmadiki, siz topgan bu xizmatkorlarning yaxshisi mansabdori demadi. Yoki obro'si baland inson demadi. Yoki haqiqatda jamiyatda ichida bir o'zini o'rni bo'lgan bir davlatmand inson ham demadi. Quvvatlik dedi. Nega? Chunki insonda quvvat bo'lsa shularni hammasini topadi. Hozirgi odamlarda tushunmaganligidanki bir insonning shu bor shu holatini istaydi. Ya'ni hozir mavjud bo'lib tursa go'yoki yaroqlik bu kuyov qilishga. Hozir obro'lik odam bo'lsa, ha shu yaxshi, ana shunga kuyov qilish kerak. Yoki hozir shu davlati bo'lsa, mol davlati yaxshi, shuni kuyov qilish kerak. Yoki hozir uning obro'si bo'lsa, shuni kuyov qilish kerak. Odamlar shunaqa fikrlaydi. Yoki hamma narsasi joyida bo'lsa, u kim ekan o'zi, ota-onasi kim ekan,
Hamma birinchi gapiradigan gap shu bo'ladi. O'zi kim bu, qayerdan kelgan, uni ota-onasi kim? Hammani muammosi shunda. Lekin mana ayol aqlli ediki, shularda hammasini topsa bo'ladigan bir sifatni aytdi, bu quvvat. Quvvat ham umum. Shunchaki jasadi quvvatli bo'lib turib, irodasiz bo'lgan insonlar emas quvvat degani. Rasulullohning hadislarida ham xuddi shu ma'no nazarda tutilgan. Al-mu'minul qawi khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'if. Quvvatli mu'min Allohga suyuklik, zaif mu'mindan deganda hadis tafsirida iroda nazarda tutilgan. Shunchaki jasad bir katta bir jasadi quvvati bo'lishligi emas, iroda. Demak, al-qawi hop jasad ham va iroda ham quvvatli bo'lishligi desak, yanada takomillashadi. Agar insonda shu ikki jasad va iroda quvvati bo'lsa, odamlarga kerak bo'lgan hamma sifatni topa oladi. Mol dunyosini ham topadi shu quvvati bilan, obro'sini ham topadi shu quvvati bilan, jamiyatda ichida o'zining o'rnini ham topadi shu quvvati bilan. Kerak bo'lsa, ota-onadek insonlarni ham topadi shu quvvati bilan, irodasi bilan. Ota-onasidek, ota-onasidan-da unga rahmdil, ota-onasidan-da unga yaxshilikni iroda qilib turadigan insonlarni topa oladi. Kerak bo'lsa, akasidan-da, ukasidan-da, opasidan-da, singlisidan-da unga yaqin bo'lib yonida turib beradigan insonlarni topa oladi. Iroda va quvvat bilan. Ammo agar faqat shu uni otasi bor ekan, yaxshi inson, onasi bor ekan, yaxshi ayol degan gap uchun ana uni bir tanlansa, bu narsa unga ziyondan boshqa narsani bermaydi. Birinchi sifat shuning uchun quvvatni nazarda tutdi. Bu dunyoviy muomalasi uchun. Ya'ni ayol er bilan dunyoda yashaydi. Shu dunyosi obod bo'lishligi uchun erkakda ana shu quvvat bo'lishi kerak. Iroda va jism quvvati. Toki bu jism quvvati bilan oilani ta'minotiga, boshqaga harakat qilsin va iroda quvvati bilan muammo kelganda dovdirab qolmasin. Birinchi sifat shu bo'lsa, al-qaviy, ikkinchi sifat al-amin dedi. Amin bu ishonchlik, omonatdor degani, ya'ni bu dini degani. Din omonat bu. Alloh taolo oyatda aytganidek, inna aradnal amanata alas samawati val ard. Biz samovat va yerga omonatni taklif qildik. Omonat ya'ni nima? Omonat din degani. Mana bu ayol demak hozir din va dunyo yaxshiligini jamlangan inson deyapti bu. Al-qaviy dunyo yaxshiliklari, al-amin oxirat yaxshiliklari. Nega shu erkakni tanlab kelganligini mana shuni tushuntirib berdi. Agar mana shu ma'no uchun tanlansagina inson aldanmaydi. Hozir insonlar moddaparast bo'lib ketgan. Bu dunyo yoki din hammasi nari tursin, insonlarning g'amiki hozir masalan oddiy bir qog'oz uchun kuyov tanlaydi. Ya'ni dokumenti bormi yo'qmi o'zi deydi. Natijada bir oilani qurbon qiladi. Ya'ni bir imkoniyat bo'ladi unga, bir inson bor. Yuqorida aytilgandek al-qaviyul amin shuni tanlamaydi. Nega desa shu muammolardan qo'rqadi. Lekin bir insonni tanlaydiki, o'zicha aqllilik qilib al-qaviy degan insonni tanlaydi, hamma narsasi joyida degan insonni tanlaydi, hayotni barbod qiladi. Ya'ni tushunmaydiki, aslida inson al-qaviyul amin bo'lsa hamma narsani hosil qila olmaydimi? Demak, mana shu ma'nolarni bu valilar va o'zi erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, u ham xuddi shu ma'noni his qilish kerak. Agar shunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, bir qizni yoki qo'l ostidagi ayolni majburlamasligi kerak. O'zi tanlay olmasa, hech bo'lmaganda tanlaydigan insonga qo'yib berish kerak. Hozirgi kunda valilar valiyligini qilmayapti. Vali nimaga? Vali masalan qizni otasiman deydi. Shuni men xohlaganimga beraman deydi. Nega u vali? Vali nima degani?
Alloh taolo valiylik haqida nima degan? Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Alloh taolo iymon keltirganlarning valisidir. Mana valiyni endi nima qilishini qarang. Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Vali shunday ish qiladiki, zulumotlardan nurga chiqaradi. Ya'ni inson zaif, o'zi tushunmaydi, ayol ham zaif, o'zi tushunmaydi, nima qilish kerak, qayerga borish kerak? Qorong'u yo'l. Ana shu paytda vali nima qiladi? Zulumotlardan nurga chiqaradi. Bu nurdan zulumotlarga qarab tortib kirmaydi, o'zining qo'l ostidagi insonni. Bo'lmasa qo'yib beradi. O'zi shu zulmatdan nurga qarab chiqishligiga. Ja'at fatatun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam. Faqalat ya Rasululloh inna abi zawwajani min ibni akhi liyarfa' bi khasisatahu. Bir qiz kelib aytdiki, ya Rasululloh, mening otam o'zining jiyaniga nikohlab qo'ydi. Shu yigitni obro'sini ko'tarish uchun. Ya'ni shu yigitni bir obro'li yigit qilish uchun o'zining qizini shunga nikohlab qo'ydi. Fahayyarahan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Shunda Rasululloh ixtiyor berdilar. Mana valilikni qilmagandan keyin Rasululloh ayolni o'ziga topshiryapti. Ayolni o'ziga ixtiyor berdilar. Faqalat qad ajaztu ma sana'a abi. Otam qilgan ishga ijozat berdim dedi. Lekin istadimki ayollarga bildirishlikni, otalarda bu narsaga haqqi yo'qligini. Ya'ni vali mana bu xohlaganini qilmaydi u. Mana shu narsalarga haqqi yo'qligini bildirib qo'yishni istadim deganlar. yoki ayol tanlashligida ham Ibn al-Jawziy Ahkamul Nisa kitobida Shuayb ibn Harb degan 2-hijriy asrda yashagan insonning uylanishdagi, ayol tanlashdagi bir so'zini hikoya qilganlar. Bu kishi borib bir ayolga sovchi qo'yib, meni xulqim yomonroq, oldindan aytib qo'yay deydi. Men bir jahilroq, shunaqangi bir xulqi qattiqroq odamman. Shunga ya'ni go'yoki rozi bo'lsang, turmushga chiqsin deganday qilib taklif qiladi. Haligi ayol shunda aytadiki: "Aswa'u minka xuluqan man ahwajaka an takuna sayyi'ul xulq." Seni xulqi yomon bo'lishga muhtoj qilgan odam sendanda xulqi yomon odam degan. Shunda bu ayol uylanadigan ayol ekanligini tushunib, shu gapi uchun uylandi degan. Bu nima degani? Ya'ni erkakni xulqini yomon qiladigan ayol bu erkakdan-da yomon ayol o'zi degan. Agar ayol erini xulqidan shikoyat qilib kelsa, endi bu hamma holatga ham emas, odatda shunaqa bo'ladi. Agar ayol erini xulqidan shikoyat qilib kelsa, bu deyaptiki, seni shunaqangi yomon xulqlik qilgan ayol o'zi sendan yomon ekan. Ya'ni erkakda shunaqangi yomon xulqlikka, badjahillikka yoki zo'ravonlikka, urushga, tepishga majbur qilgan ayol o'zi sendanda yomon xulqli ayol ekan degan. Buning asosi sunnatda ham bor. Sahih Buxoriyda Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadis. Ja'at imra'atu Abdurrahman ibn Zubayr va kana alayha khimarun ahdar. Oysha onamiz aytadilar, Abdurrahman ibn Zubayr degan kishining xotini keldi. Ustida yashil ro'moli bor edi. Lajilduha ashaddu khudratan min khimariha. Oysha onamiz aytganlarki, haligi ayolga qarasam, erdan shikoyat qilib keldi. Erdan shikoyat qilib keldi. Terisi, ayolning terisi ro'molidan-da yashil ekan degan. Ya'ni eri shu darajada urgan, ko'kartirib. Lajilduha ashaddu khudratan min khimariha degan. Yoki boshqa rivoyatda bu terisimikan, ro'molimikan deb ajablanardim degan. Shu darajada ko'karib ketgan, urgandan. Oysha onamiz aytganlarki, mo'mina ayollar shu holatga tushadi deb hech o'ylamasdim degan. Erdan shikoyat qilib keldi mana bu ayol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlarida ayollar ba'zilariga nusrat berib yotgandi deydi. Mana bu narsa bor demak. Ayollar ba'zilariga nusrat berib yotgandi deganda, ya'ni hamma shu ayolning tarafini olgan, yopishgan, harigini bir bechoralagan, shu
shu ko'kaytirib ham uradimi degan, voy-voylab ayollar bir-birlariga rahm shafqat qilib yotganda Rasululloh kelib qoldilar degan. Endi aslida haqiqatda Alloh taolo bunaqangi urushlikdan qaytargan. Ya'ni Alloh urushga ruxsat bergan bo'lsa, shuni tafsirini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vadribuhunna g'ayra mubarrih degan. Shu darajada sindirmaydigan qilib uringlar, ko'karmaydigan qilib uringlar degan. Lekin endi bu vaziyatda shu ko'karaydigan darajada urdirgan ayol yomonmi o'zi yoki shu erkak ko'karaydigan qilib urganligi uchun yomonmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib nima deb mavzuni eshitganda, haligi ayol aytadiki, "Ya Rasululloh, meni unga hech zararim yo'q" deydi. Yuqorida aytganimizdek, hech aybsiz bo'ladi ikki tomon ham. Mali fihi min dur deydi. Menga hech qanday unga zararim yo'q edi deydi. Illa ma ma'ahu mithlu hudbati hada thawb. Lekin u erkaklikka yaramas ekan deydi. Mana bu fujur degani. Oilaviy muammo chiqqanda fujurga o'tib ketib qoladi. Shu gapni eshitgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'karganiga ham, boshqasiga ham qaramaydi. Sen birinchi eringga qaytmoqchisan shekilli dedilar. Bu undan oldin Rifoatul Qurazi degan insonning xotini bo'lgan va u uni 3 taloq qilgan, keyin Abdurrahmon Zubayr degan mana shu ko'katib o'raydigan erga teggan. Endi bu yana shu avvalgi eringga qaytmoqchisan shekilli dedilar. Mana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni inna kunna sawahibatu Yusuf deganlar. Sizlar Yusufning savohibasisizlar. Yusufning sohibasisizlar deganda, ya'ni bir gapni gapirib boshqa narsani bahona qilib turadi. Yoki bir gapni bahona qilib boshqa narsani istab turadi. Shuning uchun Rasululloh Yusufning sohibasisizlar deganlar. Chunki Yusuf alayhisalomning yo'ldan urgan ayollar ham birinchi mana bu Imrotul Aziz yo'ldan urgan bo'lsa, shahardagi ayollar hammasi mish-mish qilgan. Nega bu ayol bu yigitni yo'ldan urdi? Lekin hammasini ichida bir fikr bo'lganki, bu yo'ldan Imrotul Azizni esini og'dirib qo'yadigan darajadagi bo'lgan bu yigit kim ekan o'zi bu? Shuni ham biz ham bir ko'raylikchi degan fikr yotgan hammasini xayolida. Lekin bu gapni oshkora qilishlikni o'zlariga or-nomus qilib, boshqacha uslubni qo'llashganki, shu Imrotul Aziz bo'lib turib, voliyning xotini bo'lib turib, shu bir yigitdan deb shunaqa fitnaga tushib o'tiribdimigan. Bu ochiq bir adashgan ayol ekan-ku degan. Bunda bilishganki, bu gapni eshitganda u Azizning xotini chidab turmasdan ularga ko'rsatadi. Qani o'zlaring ko'rlaringchi, shu holatga tushsang nima bo'lar ekan? Demak, ayollar hozir Yusuf alayhisalomni ko'rishlikni shunaqangi yo'lini tutishyaptiki, boshqa bir gap bilan aytib, shuni ko'rishni istashliklarini yo'lini tutdi. Lekin buni ayollar tushunadi. Azizning xotini ham buni tushundi. Shu zahoti shuning uchun ularni mehmonga chaqirdi. Endi buni mehmonga chaqirishligi ham xuddi shunaqangi makr edi. Mehmonga chaqirish, uni ortida boshqa g'oya yotadi. Ya'ni o'zini oqlash. Mana meni ko'rib qo'yinglar, agar shu holatga tushsanglar, o'zlaring ham bundan battar bo'lasizlar degandek qilib ko'rsatib qo'yish. Ayollarda shu xislat bor. Bir narsani gapiradida o'zini oqlab oladi shu bilan yoki shuni bahona qilib oladi. Shuning uchun Rasululloh ayollarga innakunna sawahibatu Yusuf deganlar. Shu Yusufni yo'ldan urgan sizlar savohibatlarisizlar degan. Ana bu yerda ham haligi ayol eridan ko'karganligini, oqlashligini qarang. Nima deyapti? Bu erkaklikka yaramaydi deyapti. Shu meni qilgan unga zararim xolos, shu faqat shu deyapti go'yoki. Shunda haligi erkak aytganki, "Kadabat ya Rasululloh." Yolg'on aytayapti ya Rasululloh degan. Ikkita bolasi bilan kelib turgan bo'lgan. Rasululloh haligini ikkita bolasiga qarab, u erkakni, "Shu bolalar senikimi?" deganlar. "Ha, meni bolalarim" degan. Ayolga qarab aytadilarki, "Sen shu yaramaydi deyotganing shumi?" degan. Ya'ni mana ikkita bolasi qayerdan kelib turibdi, yaramasa? Mana shu uchun Rasululloh mana shu mavzuda bu ayolni ro'molidan da yashil bo'lib ko'karib yotganligini, haligini bechoralab paypaslab, "Sen mazlum ekansan" demagan. Nega? Chunki uni shu ko'kartirishligiga yaroqlik gaplarni qilib yuribdi.
Faqat uni hukmiga javob berganlarda jo'natib yuborganlar. Sen avvalgi eringga qaytmoqchi bo'lsang, avvalgi eringga qaytmaysan. Toki bu ering bilan ham yashab, u bilan ham birga bo'lmaguningcha avvalgi eringga qaytmaysan deydilar. Lekin mana u yashil bo'ldi, qizil bo'ldi degan gapga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq shunga dashnom bermaganlar eriga. Balki eri tarafini olib qo'yganlar. Sen da'vo qilayotgan da'voing shumi mana erkakda deb uni tarafini olganlar. Haligi ayolda ham Shuayb ibn Harfning uylangan xotinining ham gapini ma'nosi shu edi. Seni shunaqangi darg'azab qilgan, sendan da yomon xulqli ekan degan. Mana bu er bilan xotin o'rtasidagi bir mushtarak, umumiy, ko'pchilikka maxfiy bo'lgan huquqlar. Bu huquqlar ko'p aslida, faqat biz maxfiylariga bir ishora qilyapmiz. Bunaqangi er xotin haqlaridan albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Hajjatul Vadoda o'shanda aytganlarida lakum alayhinna kiswatuhunna va rizquhunna bil ma'ruf. Lakum alayhinna alla yu'tina furushakum man takrahunahu. Sizlarning xotinlaring ustlaringdagi haqlaring, sizlarning uylaringga sizlar yoqtirmaydigan insonni kirgizishlik. Agar shunday kirgizmaslik, agar shunday qilib qo'ysalar, sizlar yoqtirmagan insonlarni uyga kirgizsa va buning mafhumidan chiqadiki, sizlar yoqtirmagan narsalarni uydan chiqarsa ham xuddi shunday. Chunki erkakning uyiga yoqtirmagan narsasi kirmasligi degani tashqariga chiqishlikni yoqtirmagan narsasi ham chiqmasligi kerak degani. Bu narsa bo'ladimi, gap so'z bo'ladimi, nima bo'lsa ham shu chiqmasligi kerak. Agar shunday qilsalar deydi, ya'ni yoqtirmaydigan odamni olib kirsa, u erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, mahrami bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, yoki erkak tashqariga chiqishni xohlamagan gapni chiqarsa, fadribuhunna g'ayra mubarrih deganlar. Ularda shunaqa qilib ko'karmaydigan qilib uringlar degan. Chunki bu o'zi hurmatni poymol qilgan bo'ladi. Endi haligi sahobiy ko'karaydigan qilib urib yuborgan bo'lsa, uni shu qiziqqonligidan, darg'azabligidan kelib chiqqan narsa xolos. Lekin albadi va azlam deyiladi. Muammoni boshlovchi zolimroq deyiladi. Er bilan xotin o'rtasidagi ularning xos haqlari mana shunaqangi moddiy va ma'naviyga bo'linadi. Ayolning moddiy haqqi birinchi o'rinda mahr. Hozirgi kunda insonlarda bu mahr masalasida ham yengiltaylik bor. Buning jazosi o'rtada ajrashish voqea bo'lganda ko'rilyapti shuncha ham. Ya'ni erkak mahrni beradi, yo'qlikni bermaydi ham. Mahrni beradi, keyin ishlatib qo'yadi. Aslida Alloh taolo nima degan? Agar ularning biriga bir tog'dek narsa bersanglar ham qaytarib olmaylar degan. Ata'khudunahu buhtanan va isman mubina. Shunday bir buhton bilan, katta gunoh bilan qanday olasizlar degan. Ya'ni erkak ayoliga bergan mahrini olib ishlatib qo'yishligini buhton, katta gunoh deb nomlagan. Ko'pchilik o'ylaydiki, bir ayolga uylansam, shu ayolning bor butiga hamma narsasiga uylandim deb o'ylaydi. Unaqa emas. Bu faqat bolada bor xolos. Rasululloh bolani aytganlar: "Anta va maluka li abik." Sen topgan mol dunyoing ham otangniki deganlar. Lekin inson ayolga uylansa, ayolda bor buti u erkakdek bo'lib qolmaydi. Hamma narsasiga xohlagandek xo'jayinlik qilmaydi. O'zining xos ishi, o'zining xos moli, o'zining xos narsasi bo'ladi. Xossatan mahr uni qaytarib olishlikda buhton degan. Chunki ayoldan foydalanish halolligi ayolga berilgan shu narsalar evaziga. Yana moddiy haqlardan biri ma'ruf bilan nafaqa qilish. Ya'ni erkak xotiniga nafaqa qilishligi. Yunfiq zu sa'atin min sa'atihi va man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Aynan bu nikoh masalasida kelgan bu oyat. Badavlat odam badavlatligicha nafaqa qilsin xotiniga. Kimning rizqi tang qilingan bo'lsa, u ham Alloh berganicha nafaqasini qilsin degan. Demak, hamma nafaqa qiladi. Ayollarda hozirgi kunda xatosi er nafaqadan toraytirib qo'ysa, ko'chaga chiqib ketadi nafaqa topishlik uchun. Aslida bu ayol o'zining vazifasini qilish kerak, erkak o'zining vazifasini qilish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
Ali radhiyallohu anhuga qizlarini nikohlagan paytda ishlarni taqsimlab berganlar. Uyni Fotimaga seniki deganlar. Uy ishi seniki degan. Tashqari ishni esa Aliga bu seniki deganlar. Lekin agar ishlar o'zining o'rnidan ko'chirilsa, bu qiyomatning alomatlaridan. Ida wusidal amru ila g'ayri ahlihi fantaziri sa'a. Agar ishlar o'zining ahlidan boshqaga ko'chirilsa, qiyomat soatini kutaver deganlar. Hammani o'zining o'rniga qo'yish kerak. Bu yordam bermasin emas, yordam beradi ayol eriga. Faqat ayollar hozirgi kunda qilayotgan bir bahonalariga qarasak shu, men ishlayman, shuning uchun ishlamasam bo'lmaydi, gohida savol beradi, hijobni yechmasam bo'lmaydimi? Men ishlayman, ishlaganim uchun bunday qilsam bo'lmaydimi? Men ishlayman, shuning uchun namozni qazo qilsam bo'lmaydimi? Ana shunaqa savollar, buning javobi shuki, birinchi o'rindan o'zi ishlashga kim ruxsat berdi? Yoki ayol kishi ishlasin deb kim buyurdi ayolga? Yoki sakan masalasi ham. Ya'ni turar joy, gohida shuni g'amini qiladi ayollar. Turar joy masalasini Alloh taolo eritmasga. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. O'zlaring topgan maskanlardan ayollarga ham shu maskan beringlar degan. Maskanni ayolga izofa qilgan. Maskan ayoldiki, ko'p oyatlarda biz aytdik, shunda e'tibor qilinsa, masalan o'tgan darsda boshlagan oyatimiz ham vazkurna ma yutla fi buyutikunna, ayollarga izofa qilgan. Sizlarning uylaring degan. Uy aslida ayoldiki. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin ummahatul mu'minlarning uylari hammasi o'zlarida qolingan. Hech kim kelib uni meros deb talab qilmagan. Yoki hozirgi kunda chiqayotgan muammolardan biri ayollarda haqqi bu ham. Ayol shuni talab qilsa haqqi bor, erda imkoniyatiga qarab. Erkak safar qilgan paytda xotinini tashlab ketyapti. Masalan, borib ishlaydi, 1 yilda bir keladi masalan. Bu hayot 10 yillab davom etyapti. Ayolning bu erdan ko'rgan narsasi har yilda bir kelib ketganligidan keyin shu bir bora orttirib qolganligi. Faqat shu. Bunaqa hayot haqiqatdan keyin ne'mat emas, yuqoridagi aytilgan oyat ne'mat qayerda deydi? Ne'mat, bu hayot unga ne'mat bo'lib, ya'ni azob bo'lib ko'rinadi. Yerga teggandan keyin qilgan hayoti shu erini xizmati, ota-onasini uyida ishlashi, bu yoki cho'ri sotib olgandek ular va shu 1 yilda bir orttirib qo'yadigan bitta bolasi xolos. Haqiqatda bu hayot bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Ayolning haqqi bor. Bu erkak hali nimaga ketyapti o'zi? Ishga ketyapti, dunyo topgan. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihodga chiqsalar, biror ayollarni olmasdan chiqmasdilar. Qur'on qildilar ayollar o'rtasida. Qancha hadislarda shuning uchun keldi. Oysha radhiyallohu anhu chiqib, taqinchoqlarini yo'qotib qo'yganligi jangda ayollar o'rtasida Qur'on tashlardi. Qaysiniki chiqsa, o'sha bir ayolni olib ketardilar. Ayol agar shuning uchun mana shunaqangi muammolardan chiqishni istasa, o'zining shariatdagi haqqi nima, shuni o'rganish kerak va talab qilish kerak. O'zining bo'ynidagi vazifa bo'lmagan narsaga burnini tiqmasligi kerak. Toki Alloh uni xorlab qo'ymasin. Bizdagi ayollardagi xorlik sababi hozir shunda. Alloh bergan o'zining haqqi bor. Shuni talab qilmaydi-da, Alloh unga farz qilmagan narsaga o'zini burnini tiqib, men ishlamasam bo'lmaydi deb ishlab, hijobini ham yechgan, bolasiga ham qaramagan. Hamma haqlarini o'zi zoyi qilgan, ustidagi haqlarini zoyi qilgan. Shariy haqqini talab qilsin. Mana shunda hamma yechim bo'ladi. Imom Shofiy ko'p xotinlik borasida bitta yaxshi bir foyda olganlar. Yana shariatda erkak kishiga 4 ta xotin olishga ruxsat berilgan bo'lsa, Imom Shofiy shundan bir hukm chiqarganlar. Bu ham ayolning haqlaridan, ayol ham buni bilib qo'yish kerak. Ayol hech bo'lmaganda 4 kunda bir eri uni yonida yotishligini talab qilishga haqqi bor degan.
Nega desa, chunki Alloh taolo erkakka 4 ta xotinga ruxsat berdi. Demak, 4 kunda bir navbat kelishligigagina qodir xolos degan ayol kishi. 4 kunda bir navbat kelishligigagina qodir. Va erkak ham bu 4 ta uyni aylanib chiqishdan boshqasiga yaramaydi. Shuning uchun 4 ta xotinga ruxsat berildi. Rasululloh edi u faqat mana 9 ta xotinga uylangan va 9 ta xotinni aylanib chiqadigan. Imom Shofiy shundan foyda olganlarki, shunchaki tunash, u birga bo'lish emas, shunchaki tunashlik. Ayol kishi agar eri 4 kun uni oldidan yo'qolsa, 4 kundan keyin oshgandan keyin eridan talab qilish haqqi bo'ladi va erning zimmasida vojib bo'ladi. Eri unikida yotishligini talab qilish. U birga bo'lish bo'lmaslik u jismoniy narsa. Unda erkak mukallaf emas. Shunchaki yana o'zimizda aytgandek odamga o'xshab bir uyga kelib yashashini. Illo shar'iy holatlargina undan istisno. Masalan, jihodga ketardi Umar radhiyallohu anhu 6 oy qilib qo'ydilar. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollardan ranjib ilo qildi, 1 oy ularning oldiga kirmadi hech qaysisini. Bu istisnoiy holatlar. Odatiy hamma narsa joyida bo'lgan holatda 4 kun hech bo'lmaganda 4 kunda bir uni oldiga kelib yashash kerak. Unday qilib yillab yo'q bo'lib ketib, men boqyapman-ku seni deb yurmaydi. Erkakni boqishligi kechirilishi mumkin, nuqsonga yo'l qo'ysa. Mana Rasulullohning uylarida 3 oylab qozon qaynamasdi. Lekin ayol ustidagi qovvomlikni yo'qotganligi bu ana unda erkak gunohkor bo'ladi. Ayol ustidagi qovvomlik shuni oldida turish kerak. Shuni tarbiyalash kerak, bolasini tarbiyalash kerak, shuni yo'lga solish kerak. Uni o'zining vazifasi bo'lmagan ishlarni qilishga majburlamasligi kerak. Alloh taolo erkaklarni shuning uchun qavvom degan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qavvom oldin aytganimizdek siyg'i mubolag'a. Tinimsiz to'g'rilab turuvchi degani. Ulamo aytganki, oila bir jamiyat, u yerda bir xalifa bu erkak bo'ladi. Endi aytaylik bir xalifa yo'q. Bir yillab ham qaramaydi xalqda nima bo'lyapti. Yuraveradi, u men faqat shu ta'minot qilib qo'yganman deydi. Bu emas oiladan maqsad. Bu ayol unga turmushga chiqishdan oldin ham yoki bundan ajralsa ham rizqi to'xtamaydi. Mana shularni talab qilinsa, mana bu ayolning ma'naviy huquqlariga kiradi. Moddiy huquqlar kechirilishi mumkin mana. Ammo ayolda ham zimmasida albatta huquqlar bor. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Valahunna mitlullazi alayhinna bil ma'ruf." Lahunna birinchi ayollarnikini zikr qilganligini qaraylik. Lahunna ayollarda haqqi bor deyapti. Nega? Chunki erkak haqqini talab qilib olib oladi. Unga sening haqqing bor deb o'tirishga hojat yo'q. Endi odatda ayol o'zining haqqini talab qilib ola olmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda ayollikni zikr qilgan. Lahunna. Aslida erkak ustun, lekin baribir ayollikni birinchi zikr qilgan. Lahunna uni e'tiborga olib qo'yishlik uchun. Ayollarda haqqi bor, mislullazi alayhinna. Zimmasida qancha erda haqqi bo'lsa, ayolda ham shuncha o'zining haqqi bor degan. Bil ma'ruf. Ma'ruf bilan faqat. Ma'ruf bilan ya'ni odamlar qatori. Hamma insonni o'zining jamiyati qatori. Lekin baribir valir rijali alayhinna daraja degan. Erkaklarda ular ustida bir daraja balandligi bor. Bu daraja balandlikki boshqaruv balandligi xolos. Ya'ni qavvam uni to'g'rilab turishlik. Mana bu bir ba'zi huquqlar aslida bu mavzu uzun mavzu. Mana shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.